Xo'jakbar kafallik tayyorlashni aytib o'tdingiz. Bitta ona 10 ta bolani boqa oladi, lekin 10 ta bola bitta onani boqa olmaydigan paytlar bo'lib qolar ekan-a. Endi o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. 3 kun o'tmasdan bitta o'sha xarajat qilgan o'g'illi xotini boshlaydi. Men deydi, mana hamma xarajatni biza qildik, boshqa qildik, u yoqqa bunaqa fitna kelib chiqishni boshlaydi. Oilani o'rtasida. Ya'ni bitta devar ag'anadimi, uni orqasiga gap so'z hammasi chiqib ketadi. Qadimgi oldingi odamlar nimani o'ylashgan? Shu mendan keyin ham fitna chiqmasin. Baribir ayol kishi qanaqaligini bilishgan. Eri ko'proq xarajat qilib qo'ysa, biza qildik degan gaplar kelib chiqishni boshlaydi. O'sha sababdan ona hollar, ota hollar hamma xarajat yondan qilib ketgan. Uniki, unikiga ko'rinmasligi uchun. Ochiqchasiga gapiraman-da, yoki bitta gapida. Bu ishni hech kimga qizig'i yo'q. Men bo'lmasam ham bitirishadi bu ishni. Mendan keyingina ham qaziydi. Qancha odam yotibdi, mana shular hammasi kerakli odamlar bo'lgan. Mana o'likdalar manfaat qidiryapti odamlar. Shu o'lib qolsa, zaks qog'ozini uyga birov oformat qilib qo'ymasin, ota-onasining zaks qog'ozini birovga bermaganlar bor. Ya, oka, odamlar shunaqa bo'lib ketdi. Ko'rmagani ko'rgani qursin, oka. Bo'la. Bestaka.